Bog'ishamol City. Qarang. Mana bu eshikdan kirib kelamiz. Choy fabrika, Samarqand shahar Pavarot da joylashgan choy fabrikani o'rniga Bog'ishamol City qurildi. Ana shuni 8-qavatida skvoznoy planirovka, to'liq 3 xonalik katta holimiz mavjud. Qarang, mana bu hol qismimiz. To'g'rimizda alohida bo'lgan sanuzilimiz. Bu tarafga 2 xona va mana bu joyga garderobni yoki prachishni o'zingizga ma'qul qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bu xonacha gluxoy maxsus shunaqa plan bo'yicha qilingan. Plan bo'yicha buni garderobni deb yozilgan. Uni endi yotoqxona yoki nima deydi, kirlarni yuvadigan xona qilib ishlatsak bo'ladi. Kirganda o'ng qo'lda oshxona qismimiz bo'ladi. Kanalizatsiya, gaz, suv svetlari bor, marhamat. Ikki tarafda mana bunaqa balkonchasi bor. Balkonchani ham hozir ko'rib o'tamiz. Xo'p, bu yerdan Samarqand shaharining manzarasi ajoyib tarzda ko'rinib turadi. Bu taraf marhamat vokzal tarafga qaralgan. Devorda parkovka, bolalar maydonchasi bor. Xo'p, oshxonani ko'rdik. Oshxona qismimiz kadastr hujjatlari chiqdi. Bu uyni 30% remont ishlari bo'lgan, chunki devorlar tep-tekis, polimiz 0, beton qilingan, laminatga tappa tayyor. Faqat elektromontaj, sanuzillar montaji va aboy qolgan qism ishlari qolgan. Yoniga yana bitta xona. Xo'p, endi xonalarni o'zimizga ma'qul qilib jihozlab ishlatamiz. Eng katta xonasi menimcha mana bu bo'ladi. Mana shunga o'xshayapti. Eng kattasini zal qilib qo'yamiz. Mehmonlarga tayyor qilib qo'yamiz. Qolganlarini ikkita yotoqxona qilamiz bolalarga hamda kattalarga. Sanuzil qismimiz marhamat alohida. Mana bunisi kattarog'i, buni yuvinish xonasi qilamiz. Va oxirgi qismimiz mana bu yerdagi xonamiz. Bu yerdagi xonani derazasi bunaqa yonga ham qaralgan tomoni bor ekan. Mana bu katta ko'chamiz, Beruniy ko'chasi. Bu tarafga Pavarotdan kelish qismi va vokzalga boradigan ko'chamiz. Buni ham hozir bitta ko'rib o'tamiz. Marhamat. Ko'chadan 2-dom ekan, 2-domda joylashgan, 8-qavat, 107 kvadrat, kvadratiga $850 so'rayaptilar. Albatta savdosi bor. Hujjati tayyor. Qarobka holatda 30% remonti qilingan kvartiramiz sotuvga chiqdi. Qiziqqanlar pastdagi nomerga aloqa chiqamiz.